Elektromobilga ishonmayman, menga power banking kerak emas degan akalarimizning diqqatiga mana motor mashinani gibridni eng so'nggi pokoleniyasini olib kelib qo'yganmiz. BYD Chin L va BYD Seal 06. Bu mashinalarimiz haqiqatan ham to'liq zaryad bilan to'liq batareykada 2100 km yurib beradi. When you pull up, action, we are turn it up. Shut around the place and guess who are bring it up. Pull up, hot, 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 yeah we hot, hot, bad yeah. Mashinamizning dizayniga o'zingiz e'tibor beringlar. Han oilasiga mansub bo'lgan bu BYD Chin L'imiz oldida juda ham agressivniy reshotkalari, BYD Tech LED farali, 18 diska balonlar, 360 kamera, slipoy zona, panorama ochiladigan ikkitali lyuk. Mashinamizda eng full pozitsiya yo narsani o'zi yo'q. Saloniga keladigan bo'lsa, yangicha multirul, xo'p, monitor juda ham katta, panel oxirigacha o'sha yangicha panel bo'lgan. Audio sistemalari juda ham yaxshi, sideniyalar полностью напокожа, обдув, обогрев, ochiladigan panorama, avto stop, avto parkovka. Mashinamizda xudo xolisi full aka. Mashinamizda 1.5 atmosferniy, e'tibor beringlar, atmosferniy benzin tanlamas DVS motor turibdi va 17 kilovatlik batareykasi bor. Orqa faralariga e'tibor berasizlar. Han oilasiga mansub juda ham agressivniy 25-yilgi konsepsiyaga mansub BYD yonib turadigan yozuvlari va o'ziga xos ko'ringlar, abbeslari ham zavodsko juda ham chiroyli. BYD Seal 06 mizda ham 2025-yilgi konsepsiya asosida ishlab chiqarilgan, okean liniyasida chiqqan, o'ziga xos dizaynga ega bo'lgan 18 diska balonlarda 2100 km yuradigan gibridimiz bo'ladi. Mashinamizning ishlariga e'tibor berishingiz mumkin. Chinelga nisbatan bu mashinamiz sportivniyroq bo'lgani hisobiga sidenlari quchoqlayapti odamni. Abduf abogreflar bor, rulda abogreflari bor. Avtotarmajeniya, 360 kamera, korosor abdu sistemasini, subwoofer bagajda ham, old tarpetkalarda ham bor. Yangicha salon osvetleniya, yangicha panellar. Mashinamizda prosta biz varavayshon kelar. Bu mashinamizda ham 1.5 atmosferniy benzin tanlamas motor bilan jihozlangan. Ko'rishingiz mumkin. 2025-yilgi konsepsiya, agressivniy farlar, BYD yozuvlari yonib turadi. Sportivniy zavodskoy obveslarda mashinamizda. Bu mashinalarimiz haqida Instagramda juda ham ko'p savollar bor. Bu mashinalarimizni zavoddan qora rangi yo'q akalar. Bu mashinalarimiz rostdan ham 2100 km yuradimi deysizlar, 2100 km yurmaydi. 1800-1900 km yuradi. Mashinalarimiz hammasi nalichida, poligonga, Piskentga boradimi degan akalarning diqqatiga, Piskentga, poligonga boradi. Mashinamiz $28500.